Her bir nefsi kıyamet günü için kandak tayyorlik kılgınıga qarab baxsun deydi. Kıyamet gününi ata degan ibora bilan ifodalash orqali kıyamet gününing xuddi atimizga o'xshash nihoyat yaqin ekanligiga ishorat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kur'an-ı Kerim hitaplarından biri olan yukarı ayet-i kerimede Allah subhanahu ve taala iman ehline aşkara ve yoshurun her halıda takvadan buluşqa çağırır. Çünkü takvadarlık bir Müslümanın dünya hayatının ibaret sınav meydanında g'alaba qozong'uchi bo'lishi, oxiratda bo'lsa Allohning mukofotiga nail bo'lishining asosi. Shundaqla Allohning roziligini ko'zlash, muhabbatini umid qilish, g'azabidan qo'rqish va ayminish orqali amallarni isloh qilib turish kişinin imanını texmi canlandırdı ve iş hareketlerinden Allah ve Resulünün ko'rsatmalariga uygun buluşuğa yetekleydi. Allah'tan ayminishni bilmeydiğen, razılığı ve söygüsünü ümit kılmaydiğen kişiler hiç kaçan nicatlıkka erişemeydi. Allah Teala yukarı ayette müminlerin takvadarlığı buyurup boğandan keyin özünü hesap edişki çağır ve her bir nefsi kıyamet günü için kandak tayyorlik kılgınıga qarab baxsun deydi. Kıyamet gününü ata degan ibora bilan ifodalash orqali kıyamet gününün xuddi atimizga o'xshash nihoyat yaqin ekanligiga ishorat qiladi. Bu oyatning tafsirida mufassirlardan Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatning ma'nosi hesab elinishdan burun o'zinglardan hesab elinglar. Rabbinglarning oldiga chiqadigan qiyomat kuni uchun tayyorlagan yaxshi amallaringlarga qarab boqinglar degan bo'lsa, İmam Tabari rahimahulloh bu oyatning ma'nosi qiyomat kuni uchun tayyorlagan amallaringlarning sizlarni qutqizadigan yaxshi amalmi yoki sizlarni halok qiladigan yomon amalmi qarab boqinglar degan bo'ladi deydi. Mayli qaysi xil qarash bo'yicha bo'lsin, oxiratdan iborat bir hisob maydonining bizni saqlab turayotganligi aniqdir. Kishilarning dunyoda qilgan yaxshi va yomon amallaridan hisob beradiganligi aniqdir. Butun insonlarning bir yerga to'planib, yaxshi amal qilguvchilar jannatga, yomon amal qilguvchilar do'zaxga buyuriladiganligimi aniqdir. Undaq bo'lgan ekan, aniq bo'lgan bu kun uchun tayyorlik qilish ve amellerimizni ıslah kılıp duruş to'liq muhim ishlardan biri hisoblanadi. Ondan Alloh taolo mu'minlarni yana bir qatim ta'kidlash yuzidan taqvolik buyurdi. Allohdan taqvolik qilinglar. Alloh taolo sizlarning amallaringlardan har vaqt xabardordir. Demak, bir oyatda ikki qatim taqvolik buyurish, oxirida Alloh taolaning amallaridan xabardor ekanligi bilan ogohlantirish amaliyotda biz uchun yetarli nasihat. Alloh amallarimizda to'liqlashga tegishli nuqsonlarning yuz beradiganligini bilgachga bizni hisob kuni kelishdan burun tavba qilishga, davomli o'zimizni hisob elib, oxiratga tayyorlik qilishga buyurdi. Inson dunyoda o'zining kelgusi hayotini yaxshi o'tkazish uchun to'plagan mol dunyolarga qaraydi. Ularning hisobotini nihoyat puxta qiladi. Qilayotgan tijorati yoki qurgan zavod korxonalarini nihoyat inchga hisob kitobdan o'tkazib boshqaradi. Ammo Alloh uchun qilayotgan amallarini yilda bir qatim bo'lsin hisoblab boqmaydi. Hayotimizning eng muhim qismi bo'lgan iymonimiz, e'tiqodimiz ve amellarimizning yaxshi bo'lgan yoki yaxshi bo'lmagan taraflarini bayqash ve vaqtida tavba qilish orqali tuzitishga intilmaydi. Buni unutib qoladi. Lekin oxirat yurtida bizga mol dunyo asqatmaydi, bola chaqa asqatmaydi, arzu armon kelmaydi. O yerda bizni nijotlikka erishtiradigan birdan-bir narsa bizdagi iymon va qilgan yaxshi amallarimizdir. Alloh taolo bu oyatda bizni ogohlantirdi. O'zinglardan hisob berib beqinglar. Sizlar uzun bir safarga chiqsizlar. Aş seferge layık uzuq tülük aladыңlarmı? Qarab beqinglar. Eğer amallaringlar yaxshi bo'lsa, Allohga hamd aytib davomlashtiringlar va ziyoda qilinglar. Ammo amallaringlar yomon bo'lsa, Allohga tavba qilinglar va istig'for aytib olinglar deydi. Undaqda aziz qarindoshlar, oxiratga qanday tayyorlik qilish kerak? Birinchi, imanimizni doim yo'qlab turishimiz kerak. İnson bo'lish sifatimiz bilan xilma-xil kayfiyat va hissiyotlar hayotimizning bir parchasi sifatida atrofimizda aylanib yuradi. Eng muhim qalb amallaridan biri bo'lgan iymon atrofimizdagi muhit, uchragan hodisa va voqealar,
qilayotgan ishlarimizning xarakteri va uningdan boshqa sabablar tufaylidan ba'zida kuchaydi, yana ba'zida ojizlab qoladi. Iymonimiz kuchlangan vaqtda Allohga hamd aytish orqali saqlab qolishga tirishish, ojizliganda bo'lsa, darhol bayqab asliga keltirish orqali oxirat uchun tayyorlik qila olamiz. Payg'ambar alayhisalom: "Innalloha la yanzuru ila ajsamikum va la ila suwarikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum." Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, badanlaringizga qaramaydi, ammo sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi degan. Ikkinchi, qalblarimizni yo'qlab turishimiz kerak. Qalb insonning o'y fikri va tuyg'ulari to'planadigan bir joydir. Qalbi sog'lom kishilar yaxshilikni suydi, yomonlik qarshi turadi. Mazlumga yordam beradi, zolimga qarshi maydonlarda tik tura oladi. Shu sababdan Payg'ambar alayhisalom inson badanida bir parcha go'sht bor. Agar u sog'lom bo'lsa, inson badanining hammasi sog'lom bo'ladi. Agar u buzilsa, inson badanining hammasi buziladi. Agah bo'linglar, u bo'lsa-mu qalbdir degan. Demak, qalbimizni iymon va islom bilan bezigandan keyin uningga hasad, o'chmanlik, adovat, husanlik va dushmanlik deganga o'xshash qalb kasallarining kirib qolishidan saqlanishimiz kerak. Kirib qolgan bo'lsa, tavba istig'for qilish bilan tuzashga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Uchinchisi, amallarimizni yo'qlab turish kerak. Xuddi yuqorida tilga olingan hadisdagiga o'xshash, Alloh taolo bizning amallarimizga qaraydi. Chunki amallar qalblarimizning aynikidir. Qalblarimizning Alloh sevgisi bilan bezalgan, payg'ambarimizni yaxshi ko'radigan, sahobalarni yaxshi ko'radigan, musulmon qarindishini yaxshi ko'radiganligini amallarimiz ko'rsatib beradi. Biz qalbdagi tuyg'u bilan emas, shu tuyg'ularimizga mos holda amal qilishga buyurilgan. Bir kishining qalbimda iymon bor deb qo'yib, iymonning talabi bo'yicha amal qilmasligi, men musulmon deb qo'yib, musulmonlarga loyiq yashamasligi amaliyotda uning qalbidagi iymonda masala borligining ifodasidir. Bunda amalga ta'sir ko'rsatmaydigan ig'izdagi iymon hech bir foyda elib kelmaydi. Hatto qiyomat kuni kishining ziyniga hujjat bo'ladi. Shu sababdan amallarimizning iymonimizga loyiq bo'lib bo'lmayotganligini tekshirib turishimiz kerak. To'rtinchidan, kishilik munosabatlarimizni tekshirib turishimiz kerak. Inson jamoat bo'lib yashaydigan, kishilar bilan aloqa qurish orqali taraqqiy qiladigan bir jonliq. Yolg'iz yegonalik faqat Alloh xosdir. Muqaddas dinimiz bizni jamoatlashib yashashga, o'zaro badikorlik qilishga, bir-birimizni yo'qlab turishga va yordamda bo'lishga chaqirdi. Shu sababdan atrofimizdagi kishilar bilan yaxshi munosabat qurish, do'stlik, qarindoshlik, qo'shnidochilik munosabatlarini yaxshi saqlash dinimizning eng go'zal axloqlari hisoblanadi. Shundaqla yana biz yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sishga buyurilgan. Bu har bir musulmonning ustiga vojibdir. Bu vojibni ado qilish uchun albatta yana kishilik munosabat qurish to'g'ri keladi. Hatto yaxshi qurilgan kishilik munosabat orqali Allah va Rasulining roziligiga erishtiradigan eng katta amallar barliq keladi. Shunlashqa oxirat tayyorlik uchunmi kishilik munosabatlarimizning qayerga qarab ketayotganligini tekshirib turishimiz kerak. Demak, aziz qarindoshlar, oxiratdan iborat uzun bir safarga tayyorlik qilayotgan mu'minlar bu safarga tayyorlik qilish jarayonida iymonni, qalblarini, qilayotgan amallari, jamiyatdagi ish harakatlarini doim yo'qlab, tuzab turish kerak. Bu amallar insonning oxiratda elindan hisobdan burun tövbe kalkınmaydigan kun kelishdan burun bizni qutqizib qoladigan Allah va Rasulining oldida yerga qarab qolmasligimiz uchun to'liq muhim bo'lgan ishlardir. Bu muborak Ramazon oyi o'zimizdan hisob olish orqali amallarimizni isloh qilishga, o'tkazib sog'an xatoliklarimizni tunib, yangi bir tuyg'u, yangi bir iymon bilan hayotimizni davomlashtirishga vasila bo'lsin. İnşallah.